Diqqat qilinglar, qaysi gunoh insonda boshiga nima olib keladi? Ne'matlarni yo'q qiladigan gunoh haddidan oshishlik. Nadomatni keltiradigan gunoh qotillik. Nafrat, jazoni keltiradigan gunoh zulm. Ayblarni ochib qo'yadigan gunoh aroqxo'rlik. Rizqni to'xtatib qo'yadigan gunoh zino. Fanoni shoshiltiradigan gunoh qotil rohim. O'limni tezlashtiradigan gunoh qarindosh urug'lar bilan aloqani uzishlik. Duoni rad qiladigan gunoh ota-onaga oq bo'lishlik. Yana u kishining hikmatlaridan, agar balo ustiga balo kelayotgan bo'lsa, bu keyingi kelayotgan balo ofiyat balosi ekan. Ya'ni tugayapti degan. 3 xil odamdan hushyor bo'l. Xoindan, zolimdan va chaqimchidan.